40 ming dollarga qanday hovli uy sotib olgan bo'lardingiz? Mana shu hovli uyimiz esa Ohangaron va Angrenni o'rtasida joylashgan Yalpoqtepada. Uyimizni maydoni 8 sotixdan iborat bo'lib, xonalar soni esa 6 ta. Undan tashqari garaj, oshxona, banya, chorvachilik uchun molxonalari mavjud. Mahallamiz esa asfalt qilingan, maktab, bog'cha yaqinida joylashgan. Uyimizni video davomida qisqacha ko'rib o'tishingiz mumkin. Hozir esa xo'jayinning xabari keldi. Qara Shahzod, unaqa deb ovoz qo'yib yuborasan oxiriga. Variantlarimiz mavjud. Variantlarimizdagi narsalardan iborat bo'lgan narsa bo'lib berishga ham bor, naqdga ham bor, cheres bankka yo'q. 4 yilga bo'lib berishga ham bor. Uyimizni narxi 40 ming dollar. O'shandan 20 ming dollarini beriladi. 20 ming dollar 2 yildan keyinmi, 3 yildan keyinmi deb aytib. O'shani hisobiga keyin bu yog'ini aytasan. Kelishiladi. Yana kelishiladi. Cho'tga kelishiladi. Yaxshigina narxini tashab beramiz deb aytgan. Boshliqni gapini eshitdinglar. Sizlarga juda ham zo'r taklif berildi. Mana shu xonadonimiz sizga yoqqan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqa etishingizni so'raymiz. Hammaga rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.